Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Kitob geologiya qo'riqxonasi O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Javz qishlog'ida joylashgan. Ilmiy, ekologik va geologik ahamiyatga ega hudud hisoblanadi. Bu qo'riqxona O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi tasarrufidagi geologik qo'riqlanadigan hudud bo'lib, tabiiy boyliklarning saqlash, ilmiy tadqiqotlar olib borish va ekologik tarbiyaviy ishlar uchun muhimdir. Kitob davlat geologiya qo'riqxonasi 1979-yil tashkil etilgan. Hududi Kitob tumani Hisor tog' tizmalarining janubiy qismida joylashgan. Yer maydoni taxminan 3,936 ming gektar ruxsat etilgan ilmiy maydonlar. Bu geologik qo'riqxona yer tarixining toshlarda saqlanib qolgan izlarini o'rganish uchun noyob joy hisoblanadi. Bu yerda paleozoy, mezozoy, kainozoy 400 yildan oldin davrlaridagi oid tosh qatlamlari mavjud. Qadimgi dinozavr davri qoldiqlari, ammonitlar, trilobitlar, chuvalchang va xarchanglar va boshqa dengiz jonzotlarining toshga aylangan izlari bor. Geologlar uchun bu hudud yerni o'rganishning uchun ochiq muzey deyish mumkin. O'simliklari juda ham ko'p. Archa daraxti, achchiq bodomcha, zarang, fatfarra, giyoh o'simliklaridan lola, anzur, piyoz, rivoch, kavrak va juda ko'p dorivor giyohlar. Hayvonlaridan ayiq, bo'ri, tulki, ilon va kaltakesaklar. Qushlar burgut, qarg'a, g'ajir, quzg'un, qirg'iy, lochin. Kitob davlat geolog qo'riqxonasi sayohat uchun turistlarga ruxsat etilgan ichki va tashqi turizmga. Dunyo olimlari tomonidan 1989-yil, 2008-yil, 2015-yil maslahatli simpozium o'tkazilgan. Simpoziumning natijasiga ko'ra, Kitob geolog qo'riqxonasi jahon miqyosida tabiat durdonasi sifatida e'tirof etiladi. Tabiatni sevadiganlar, maktab va universitet talabalari uchun sayohatga mos ilmiy turizm va ekologik ta'limda muhim joy hisoblanadi. Agar siz ham sayohat qilaman desangiz, Kitob geolog mutaxassislari bor sizni yaxshi kutib oladi. Yana ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lasiz.